boylatganmiz. Boylatganimizdan keyin shu paytgacha saqlanmadingizmi, kecha mana shu 1,5 yildan beri homilador bo'lmadingiz-ku, to'g'rimi? Endi matkani ichini ko'ramiz. Va oyijonisi, ikkita farzandingiz bor, 3 tami o'sha, 4 ta. 5-yingiz o'zi tayyor ekan sizda. Yo, vashshi shokdamancha, hayronman. Qanday boylangan bo'lsa ham homilador bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin. G'oyibdan derdim-ku, lekin skoriya всего sizda kesishmagan. Bunaqa bo'lishi mumkin emas chunki. Shuncha bizning gapirayotgan gaplarimiz yolg'onga chiqib qoladi. Hozir bu nima degan gap? Mana bolachingiz. Turibdi matkani ichida. Может, bo'ylashmagandi? Yo'q, bog'lashdi. Ko'z oldimda qilishdi, chiqarib, uzun narsalar chekdim. Cheklarni chiqarib. Xullas bir nimalar chiqarib, uzun qilib, 2 metr narsani chiqarib qilishdi. Xuddi sasib qoldi. Undan chiqib kesishgan. Kesdi, ko'rib turibman. Endi bu yog'imdan qilmasam ko'rib turibman. Vashshi shokman. 1,5 yil mana bu mavzuda homilador, значит, bo'ylagan bo'lganda u yechib ketishi mumkin emas, ular kesadi uni. Emirdiga ham tushdi. Bog'langan deyishdi. Agar tushmaganimda ham tushunmasdim-da. Ana men buni mo'jiza deydilar, ko'rdingizmi? Odamlar kim qancha harakat qiladi homilador bo'lish uchun, bo'ylanmagan turbalar bilan. Bo'ylangan turba bilan men homilador bo'lib yo'q. Xudo beraman desa-chi, g'oyibdan ham bo'laveradi, ko'rdingizmi? Aytdim, tezda chiqib kerakmi?